2014-yil yanvar oyida EduAction korxonasiga asos solingan. Bu ham bir qiziq voqea bilan boshlangan. Sababi EduAction korxonasiga bir Muhammad Aziz degan bola katta sababchi bo'lgan. To'g'ri, Amerikaga 2004 ketgan bo'lsam, 2014-yil 10 yil davrida juda ham ko'p studentlarga yordam berganman, juda ham ko'p. Lekin aynan shu Muhammad Aziznikida turtki bo'lgan. Sababi bu bola repetitorga bormagan bo'lgan. Bu bola men 2012-yilmi, 2010-yilda Amerikaga uchib ketayotgan paytimda aeroportda "Umid aka, sizga o'xshab chet elda o'qishim uchun nima qilishim kerak?" deganda, TOEFL bilan SAT topshirishing kerak deyilgan paytda yozib oladigan qog'ozi bo'lmagan. Yugurib borib salfetkaga yozib olgan bola ana o'sha bola bo'lgan. Bu salfetkaga yozib olgan. Men 1 yildan keyin kelganman. Mana oldimga kelib shunda SAT'sini ko'rganimda Garvardga yetadigan baloga. Deganman, senga yordam bermasam kimga yordam beraman deb yordam berganman, vizalar olgan va uni ota-onasi chaqirgan.